Assalomu alaykum hammaga. O'tgan safar biz sizlar bilan ChatGPT dan ro'yxatdan o'tish va undan foydalanish bo'yicha ko'rib o'tgan edik. Video ko'pchilikka foydali bo'lgan ko'rinadi. Anchagina layklar ham yig'ilibdi. Umid qilamanki, ChatGPT dan yaxshi va to'g'ri maqsadlarda foydalanib kelmoqdasiz. Kommentariyalarning hammasini o'qib chiqdim. Agar sizda raqam muammo bo'layotgan bo'lsa, ushbu saytdan topishingiz mumkin bo'ladi. Bugun esa biz sizlar bilan ro'yxatdan o'tish muammosiz bo'lgan deyarli yangi ChatGPT ga o'xshash chatbot bilan va Google'ning kechagina taqdim etilgan yangiliklari bilan davom etamiz. Demak, boshladik. Biz yuqorida aytib o'tgan LLM, ya'ni sun'iy intelligentimiz Google tomonidan yaratilgan BART hisoblanadi. Unga kirishimiz uchun shunchaki biz Google poyezdiga bart.google.com saytiga kiramiz va kirganimizda ushbu ko'rinishdagi Try BART, ya'ni Try ChatGPT ga o'xshash button turibdi. O'sha button bosishimiz kerak va shu yerda bitta narsani aytib o'tib ketaman. Bu yerda hech qanaqa VPN, nomer va shunga o'xshash muammoli joylar yo'q. Sababi chunki bu biz davlat uchun ochiq. Ko'rsak, bu yerda bosganimizdan keyin more chiqadi, ya'ni more'ni bosishimiz kerak va ruxsat berishimiz kerak. Agree deb turib, keyin buni yoqib qo'yamiz. Va o'zi bizda ko'rib turganimizdek endi bemalol foydalanishimiz mumkin. Endi BART bilan tanishib chiqadigan bo'lsak, BARTni ChatGPT bilan solishtiradigan bo'lsak, ChatGPTda hozirda o'zbek tilida savol bersak ham javob olayotganimizni ko'rishimiz mumkin. Bunda esa unaqa emas. Hozircha bunda ingliz, yapon, koreys tillarida savol berib javob olishingiz mumkin. Keyinchalik o'zbekcha ham yo'lga qo'yiladi. Undan tashqari yana plus-minus tomonlarni aytib o'tadigan bo'lsam, ChatGPT 2021-gacha, ya'ni 3-versiyasi bo'yicha bo'lsa, bunda esa real time'dagi ma'lumotlaringizni ham bemalol berib ko'rishingiz mumkin. Keling, yaqinda yangiligimizni berib ko'rsak. O'zbekistonda prezident saylovi haqida so'rab ko'rsak. Demak, ushbu savol berdik. Ko'rib turganimizdek savolimizga yangilik bo'yicha javob berilyapti. Ya'ni 2023dagi daji bir hafta ham bo'lmagan yangi ma'lumotni bizga chiqarib beryapti. O'zi eng buning plus tomonini aytadigan bo'lsam, bu Google chiqarganda, chunki workspace deyiladi, ya'ni o'zining ko'plab xizmatlarini taklif qiladi. Ya'ni biz har qanday savolimizga, masalan, qanday qilib to'ra ichida 7 ta oson bo'ladi deb savol berib ko'raman. Mana maqsadlarni va planlarni tuzib beryapti. Ko'rayotgan bo'lsak, va eng qiziqarli jihati shundaki, bu yerda biz eksport qilsak bo'ladi. Ya'ni eksport docsga va eksport Gmailga. Biz keling eksport docs qilib ko'ramiz. Ya'ni mana dokument naqlinyapti. Ya'ni docs o'zi nima? Ya'ni docs bu Microsoft Wordga o'xshash, faqat bu Google'ning cloudida turgan xizmat turi hisoblanadi. Bizda boya ko'rganimizdek yozib bergan natijamizni to'g'ridan-to'g'ri Word fayliga desak yoki Google Docs fayliga yozib beryapti. Ya'ni buni qulaylik jihati shundaki, siz u yoqdan copy paste qilib yurmaysiz, shunchaki eksport qilasiz bo'ldi. Eng kutilgan yangilik bu men uchun Google Docsga qo'shilgan AI bo'ldi. Ya'ni to'g'ridan-to'g'ri suggest beradi, ya'ni taklif beradi, qaysi bo'yicha yozib beray, ya'ni sizga yordamchi sifatida AI yordamga keladi. Uni ishga tushirishimiz uchun men Telegramga, kanalimga post qilganman. Shu bo'yicha ko'rib chiqsangiz bo'ladi va sababi nimaga aytyapman postni? Ushbu postimda link qo'yganman. O'sha linkka kirib batafsil tushuntirganman, qanday qilib bizga ushbu AI ga aksess olish bo'yicha. Ya'ni birinchi BART bilan tanishib chiqaylik, keyin esa Google Docsga alohida to'xtalamiz. Demak, yana bitta taklif desak ham bo'ladi buni. Ya'ni studentlarning baholash jadvalini tuzib ber. Xuddi shunaqa ko'rinishda bahosi bilan, ya'ni qaysidir tizim bo'yicha baholanar ekan, masalan, bizga jadval ham xuddi ChatGPT singari chiqarib beryapti. Xuddi shunday boyagidek biz ham bu yerda ham eksportni ko'rishimiz mumkin. Yana bir narsani aytib o'tib ketaylik. Bu bizda 20 ta dasturlash tili bilan foydalansak bo'ladi. Ya'ni o'zlari yaqinda e'lon qildi, 20 ta dasturlash tilini biz to'g'ridan-to'g'ri savol berib javob olishimiz mumkin bo'ladi. Va bu yerda eksport qilasanmi deyapti, mana eksport qilamiz, keyin bizga mana Google Colab yaratib beradi. Google Colab ham xuddi bizga editor hisoblanadi, faqat bu Google'ning cloudida servis qilib joylashtirilgan. Demak, biz uni ochamiz. Ushbu ko'rinishdagi editor chiqadi. Biz bu yerda shunchaki run tugmasini bossak, bizga boyaga yozib berilgan kodimizni ishga tushirib beradi.
Demak, natijani ko'ramiz. Qani, ko'raylikchi, to'g'ri kod yozibdimi yoki yo'q. Mana. Demak, bizga o'zimizdan bergan natija savol bo'yicha natija olib berdi. Ya'ni ushbu plot qilib ber, ya'ni matplotlibdan har xil kodlar bilan barlarni, ya'ni mana bu turgan statistikalarni bizga chiqarib ber deb. Google Docsda men kutgan yangiliklardan eng qizig'i mana shu bo'ldi. Ya'ni bu bizga AI assistant, ya'ni sun'iy intellekt bizga yordamga keladi. Matnlarni o'zi yozib beradi. Biz shunchaki bu yerga prompt deyiladi. Prompt kiritamiz, ya'ni so'rovimizni kiritamiz, o'shanga bizga javob yozib beradi. Bir tayyor so'rov tayyorlab qo'yganman, ya'ni kanalimni videosini kirish qismini qilib berishga. Ya'ni bu yerga ingliz tilida yozganim sababi bu yuqorida aytganimdek Bard kabi faqat hozircha ingliz tilida ishga tushmoqda. Keyinchalik o'zbekcha ham yo'lga qo'yiladi. Xudo xolasa kutib qolamiz Googledan. Demak, mana bizga natija chiqarib berdi. Mana ko'rib turganimizdek, hammasi har xil emotion bo'yicha. Masalan, hey guys deb boshlagani bor. Hi, I'm Ikrom Yusuf, xuddi blogerlarnikida bizga javob beradi. Agar bu javoblar sizga yoqmasa, mana bu yerda qisqartirib, normalize qilib yoki rephrase, ya'ni qaytadan biza yozdirishimiz mumkin. Yoki mana bu yerda polnesi biza matnni qaytadan generate qilishimiz mumkin. Ya'ni generate degani bizga tuzib berishimiz mumkin AI orqali. Mana bu tushunarli bo'lgan bo'lsa, biz buni qo'shib qo'yamiz, masalan, mana bunaqa ko'rinishda. Keyingi matn esa bizda tayyorlab qo'yibman yozish uchun, bu vaqt ketmasligi uchun. Mana course planner yozib ber AI ning computer vision yo'nalishiga. Jadval ko'rinishida deb yozdim. Bu yerda ko'rishimiz mumkin Python for data science deyapti, ya'ni ma'lumotlarni tahlil qilishimiz uchun Pythonni o'rganishimiz kerak. Data cleaning, analysis va AI uchun birinchi bo'lib turib nimani tahlilashimiz kerak, ya'ni datani tahlilashimiz kerak deb bizga xuddi odam kabi suggest qilyapti. Qancha vaqt ketishini masalan taxminan hisoblab turib 10 soat deb ko'rsatib, bizga jadval ko'rinishida xuddi aytganimizdek yozib beryapti. Machine learningga kirish bo'lsa bizda unsupervised classification and regression deep learning ham o'z ichiga olgan. Bu o'qituvchilar uchun bu ancha qo'l keladi yoki o'quvchilar uchun ham faqat to'g'ri maqsadda foydalanasiz degan umiddaman. Videomiz shu joygacha edi. Video yoqqan bo'lsa, like va kommentariy yozish esdan chiqmasin. Kanalimizda kontentlar chiqib turishi uchun o'z hissangizni qo'shmoqchi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang.